Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlarмен sport жаңалыктары videoni bastamass burun arnaga tirkelib, videoga like bosuvdi unutmangizlar. Eng so'nggi жаңалыктар tek qana bizde bo'ladi. Kirib kelgan Xo'razamen barchangizni qutlaqtayman. Birga bo'lsin do'stlar. Alimxon o'g'lining Canelo men ayqasuv mumkinligine qattiq shunday aytildi. Ushkisbox sayti Qozog'istonlik Janibek Alimxon o'g'lining meksikalik boks yulduzi Saul Canelo Alvarez bilan jekpa-jekka chiqishiga mumkinligi jayli fikr bildirdi deb yozadi. Canelo men ayqasaman deb Janibekdan qaşqan chempionning o'tiriga chiqib qoldi. Alvarez qarshilashini tanlovda o'ta muqiyat. Orta salmoqda hozir sho'l daladag'iday quvonchliq bo'lib turganlikdan keybirovlar Janibekka super orta divizionga o't deb kenes beruvdi. Hozirgi tanda bu salmoqda Canelo ustemlik yetadi. Alimxon o'g'li meksikalik yulduz bilan judruqtashuv mumkinligini quvona kelisetin edi. Biroq o'kinishga qaray, Canelo qarshilash tanlovda o'ta muqiyat. Agar Alvarez seni o'zini loyiqli qarshilash deb sanamasa, seni men judruqtaspaydi. Saul tipti boks qavmdoshligi birinchi yili bo'yi ayqasuvdan talab yetib kelayotgan David Benavides bende judruqtaspay keladi. Endi agar Canelo Benavides bilan qashib yursa, onda Alimxon o'g'li men jekpa-jek kelishuv Salu neg'aybil deb yozadi baslim. Janibek Alimxon o'g'li Qozog'istondagi titulda ayqasga qattiq ma'lumdama jasadi. O'rta salmoqda WBO және IBF chempioni Janibek Alimxon o'g'li Fransiyalik Annuel Ngamissing men o'tетін jekpa-jekine qattiq ma'lumdama jasadi deb yozadi. Qozoq stil oxirgi yilga qaytdi. 5-savr unutilmas tun bo'ladi. WBO men IBF belbewini miqti qarshilashga qarshi ayqasda qo'rg'ayman. Ko'pdegan bokschi bu mumkinlikdan bas tortdi. So'ndықтан Annuelga chaqiruvdan qabul algandan rahmet aytaman. Mening maqsadim absolut chempion atanu. Annuel mening yo'limda tur. Qozog'istondagi jankuyorlar және muni alam bo'yicha tomoshalaydiganlarning barini o'zgacha bir dunyo ko'zimen ko'radi deb beradi Janibekning so'zin Box News. Sizlarmen sport жаңалыктары bo'ldi. Arnaga tirkelib videoga like bosishni unutmangizlar. Eng so'nggi жаңалыктар tek qana bizde bo'ladi do'stlar.